Fuqarolarning uzoqini yaqin qilish maqsadida davlat xizmatlari markazlarining sayyor xizmatlar tizimi ular ish faoliyatining ajralmas qismiga aylangan. Qo'qon shahridagi bozorlar va tadbirkorlik subyektlarida "Siz kelmang, o'zimiz boramiz" shiori ostida sayyor davlat xizmatlari ko'rsatilmoqda. Prezidentimizning farmonlariga binoan Raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasi bo'yicha tadbirkorlarni ro'yxatdan o'tmaganlar ro'yxatdan o'tkazish jarayonlari amalga oshirilyapti. Bunda mana tadbirkorlarga sharoit yaratish maqsadida davlat xizmatlari markazi xodimlari avtobuslari bilan kelib, shu yerda tadbirkorlarni joyida ro'yxatdan o'tkaziliryapti. Soliq idoralari xodimlari kelib, ularga xolis paynet ilovalarini ishlatish, o'rgatish, soliq jarayonlari qanaqa amalga oshiriladi, savdo qanaqa bo'ladi, hammasini tushuntirishlarni olib boryapti bozorimizda. Tabiiyki, ishbilarmonlar va tadbirkorlar o'z vaqtiga sarmoya va mablag' sifatida qaraydilar. Shu nuqtai nazardan ularning ana shu qimmatli vaqtlarini tejash maqsadida mobil xizmat ko'rsatish avtomashinalarida tadbirkorlik subyektlari yangi va qayta davlat ro'yxatidan o'tkazilmoqda. Mana bugun biz Qo'qon shahar Markaz savdo kompleksi ma'muriyatiga sayyor davlat xizmatlari markazidan tashrif buyurishibdi. Bugun biz davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Yangi tartibga ko'ra shu yangi guvohnomalar bilan bizga sharoitlar qilib berishyapti. Hamma sharoitlar yaxshi, bizda vaqtimizda oborgarchiliklar yo'q. Tezkorlik, samimiylik, xalqqa yaqin bo'lish va sifatli davlat xizmatlari ko'rsatish adliya organlarining bugungi shioriga aylangan. Buni davlat xizmatlari markazlari xodimlarining fuqarolar kelishini kutib o'tirmay, joylarga chiqib ko'rsatayotgan sayyor xizmatlar misolida ko'rish mumkin. Qo'qon shahar hududida yashirin iqtisodiyotni qisqartirish yuzasidan Qo'qon shahar prokuraturasi, Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti, soliq organlari hamda Qo'qon shahar adliya bo'limi davlat xizmatlar markazi xodimlari hamkorlikda Qo'qon shahar hududida joylashgan barcha savdo komplekslarida tadbirkorlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish, faoliyatini vaqtincha to'xtatib qo'ygan tadbirkorlar faoliyatini tiklash bo'yicha ishlar tashkil qilingan. Davlat xizmatlari markazi xodimlari tomonidan sayyor xizmatlar tashkil etilib, barcha savdo komplekslarida xodimlar o'sha yerning o'zida tadbirkorlarni davlat ro'yxatidan o'tkazilmoqda. Sayyor tartibda ko'rsatilgan davlat xizmatlari davomida sohaga oid murojaatlar ham tinglandi. Bank krediti, ilk tadbirkorlik faoliyatini boshlash, davlat xizmatlari ko'rsatishda nogironligi bor fuqarolarga imkoniyatlar kabi 30 dan ortiq murojaatlar ko'rib chiqildi.